52-trek. Barcha dasturxonga boqib, sukut saqlab o'tirgan xushbichim, odmi sallalik, ko'zlari qandaydir g'amgin avliyoy kabirga hayrat aralash ehtirom ila qarab qo'yadi. Shayx Allohning farzi, payg'ambarning sunnati, dorul baqo savobi, dorul fano azobi, mazlumlarning jafosi-yu dunyoparast zolimlarning jazosi, iymon, adolat, kafforat xususida muxtasar va'z aytdi. Mehmonlar 7 xuftonda tarqaldilar. Chalaboy yelib yugurib aziz mehmonlarga joy hozirladi. O'tovning bir chetiga sham yoqib qo'ydi. Sulaymon to'shakka kirdi-yu, hademay pishillab uxlab qoldi. Shayxning uyqusi o'chdi. Sulaymonning chechak izlari qolgan etlik yuziga boqib xayolga toldi. Uni ilk dafa uchratgan kunni esladi. U paytlar Buxoroi sharifda edi. Yassaviya tariqatiga tamal toshini qo'yib, xonaqoh ochgan kezlari edi. Bir kuni masjid oldida o'tirardi. 10 yoshlardagi bola maktabdan chiqib orqasi bilan yurib kelar, ikki qo'liga kitob to'la jildini ko'tarib olgan edi. "O'g'lim, nechuk siz mundoq yurmakdasiz?" deb so'radi shayx. Bola, "Menga ilmu irfon bergan dargohga orqa o'girib ketishni o'zimga munosib ko'rmadim", dedi. Shayx bu norasidaning farosatiga ofarin aytdi. Uni shogirdlikka tiladi. Ota-onasini rozi qilib, qabatiga oldi. Ilmi holdan ta'lim berdi. Xonaqohga o'rnashtirdi. Sulukka qo'shdi. Sulaymon shayxning xos muridiga aylandi. Shayx Buxoro zoviyasini Abdulxoliqqa topshirib, o'zi Turkistonga azm etganda, Sulaymon ham unga ergashdi. Mana, shunga ham 30 yil bo'libdi. Sulaymonning yoshi 40 ni qoraladi. Soch soqoliga nuqra tola oraladi. Illo to hanuz bir mushfiq, bir xushxulq tan mahram ko'rmay dunyodan o'tib borayotir. Xudoning bul suygan bandasiga biz jabr qildik, o'kindi shayx. Alloh taolo jamiki mavjudot va nabototni juft qilib yaratmish. Dala tuzdagi yovvoyi aliflar ham goh otaliq, goh onaliq bo'lib, bir-biriga talpinarmish. Bir-biriga rost aytar emish. Sulaymon bizning tanamizga payvand etilgan bamisli bir novda erdi. Bul novda voyaga yetdi. Meva berajak azamat og'ochga evrildi. Endi bul og'ochni tanadan ayirib, maqbul yerga ko'chirmak lozim. Har ko'chat asl urug'i tushgan yerda o'sib unar emish. Sulaymonni to'g'on eliga ko'chirsak, Rasulullohning sunnatini ado etgan bo'lurmiz. Tong otdi. Qanday qilsam piri murshidning ko'nglini olaman deb zir yugurib yurgan Chalaboyni shayx imlab chaqirdi. "O'g'lim, tog' ortiga odam yuboring. Obloqul tuyakashni aytib kelsin." "Xo'p bo'ladi, pirim. Avvalo, huv anavi archa ostiga joy qilsinlar. Allohning ne'matidan bir bahra olaylik." Biror soatdan keyin shayx bilan Sulaymon osmonga musallodek bo'y cho'zgan yam-yashil bahaybat archa tagida salqinlab o'tirardilar. Ustoz yonboshlab yotibdi. Sulaymon pir oldida oyoq cho'zishni tarki odat deb bilgani uchun chordona qurgan. Saratonning boshi bo'lsa-da, tog'li yer emasmi? Qorli cho'qqilardan salqin shabada esib, dildagi g'uborni haydaydi. Archa shoxida tinmag'ur qushlar cho'g'irlaydi. Archa tagidan chuldirab chiqib yotgan chashma jon jahoningni yayratadi. Oqar suv,
yashilmaysa yaxshilarning yuz ko'zini quvnatar emish, dedi shayx. Atrofingizga to'yib boqing. Bundoq ma'volarni qaytib qachon ko'ramiz, ayo Sulaymon? Sulaymon atrofiga entikib nazar soldi. Archa suvini ichgan kishi Nuh alayhissalom umrini ko'rar emish, davom etdi shayx. Buloqdan to'yib iching. Kam deganda yangi tuqqan 1000 oyning yuzini ko'rasiz. Sulaymonning yuki og'ir edi. Ohista qo'zg'aldi. Buloq boshiga borib kaftlarini juftladi. Uning ikki panjasi oshtovoqdek kelardi. Hovuchlab suv icha boshladi. To'ygunicha ichdi. So'ng sopol kosada piriga ham suv keltirdi. Shayx 2 qultum ichib kosani chetga qo'ydi. Shayx dikkillab shoxdan shoxga uchib qo'nayotgan o'yinqaroq qushchalarga bir qurrasm soldi. Murtidan kuldi. Ruh qushini to'g'on erga uchiring Sulaymon, dedi asta. Ruh qayda bo'lsa, tan ham shu makonda jobajo ermish. Sulaymon dong qotib qoldi. Pirning gapidagi ishorani darhol angladi. Demak, pirim bizga ijozat bermakka azm etibdilar. Shukrulloh. Bir necha soniya uning tili kalimaga kelmay karaxt bo'lib o'tirdi. Dili potirladi. Ko'ngli anavi qushchalardek bir lahzada Xorazmga qarab uchdi. Shoshganidan o'rnidan yarim turib cho'kkaladi. Qo'llari o'z-o'zidan ko'kragiga qovushdi. Pirim, shayx davom etdi. Sizning dunyoga kelmagan zurriyotingiz uchun biz gunohkormiz. Injimaysiz. Inshaalloh sizdan dini islomga ravnaq berguvchi o'g'lonlar bunyod bo'lg'ay. Pirim, men sizdan ko'zim tuproqqa to'lguncha roziman. Sulaymon tag'in nimadir demoqchi bo'ldi-yu, pirining maqtovni yoqtirmasligini eslab tilini tiydi. Dil rozini dilda sharhladi. Pirim, turk elida necha qavm borki, barcha sultonim deb ostonangizni o'padar. Janoblari bitmish devoni soniyni biz nazmiy hadis deb bilurmiz. Piri komil, siz aytgan amr ma'ruf tufayli minglagan butparast, majusi, tarso kalimai shahodat keltirib islomga yuz burdi. Qiblagohimdan ololmagan tarbiyatni, muruvvatni sizdan oldim. Shayx Sulaymonning ko'nglida kechayotgan g'alayonlarni savqi tabiiy, qalb ko'zi birla sezib o'tirardi. Bas yetar degandek qo'l ko'tardi. Biz azaldan qulog'ingizga quyganmiz Sulaymon. Madhu sano Allohga yarashadir. Siz u biz husni mutlaqning qoshida kimmiz? Biz zarra, bir tomchimiz xolos. Chekkan zahmatlarimizga biz rozimiz. Siz ham rozi bo'ling. Turing. Tuyakash kelgan bo'lsa, dardimizni aytaylik. Piru murid o'tov sari ketdilar. Obloqul tuyakash kun oqqanda yetib keldi. U bironta ayb ish qilgan bo'lsam, Avliyo bobo dashnom berarmikin degan xavotirda edi. Shayxning ochiq yuz bilan kulimsirab qabul qilganini ko'rib, biroz o'zga keldi. Sizdan bir iltimosimiz bor edi, dedi hazrat. Shu 4-5 kun ichida shaharga 10 bosh nor tuya, 10 bosh mol olib tushsangiz. Tuyalarning birisi oq bo'lsin. O'qdingizmi? Obloqul qo'l qovushtirdi. Biz o'zimizga tegishli moldan sizga 4 bosh tuya hadya etdik. Bu talog'i bilan davlatingiz ziyoda bo'lsin. Obloqul irg'ib o'rnidan turdi. Biz g'ariblarga shunchalik himmat qilibsiz. Umringiz uzun bo'lsin, Avliyo bobo.
o'la o'lguncha duoyi joningizni qilib yurgaymiz. Chalaboyga shayx uyuridagi otlardan 7 arg'umoq berdi. Unga ham 1-2 kun ichida shaharga 10 ayg'ir, 10 biya olib tushmakni tayinladi va dasturxonga fotiha qildi. Ertasiga shayx yo'lga chiqdi. Chalaboy sizlarni olis yo'lda yolg'iz yubormayman deb o'zi yo'ldosh bo'ldi. Hazratni yassigacha kuzatib qo'yib, iziga qaytdi. 4 kundan keyin shayx sayizxonasida 20 arg'umoq, 20 tuya jamlandi. Hazrat Sulaymonni kuzatishga hozirlik ko'ra boshladi. So'fi donishmandni huzuriga chorladi. Xorazm xoniga noma bitmoqchi bo'ldi. So'fi qamish qalam, qog'oz oldi. Shayx chimirilib, andak o'ylandi-yu, dona-dona qilib ayta boshladi. Turkiston mulkining hukmdori Bug'roxon janoblariga 4 kalima so'zimiz. Haq taolo irodasi va o'zimizning ixtiyorimiz birla valiylik maqomiga yetgan Hakim Sulaymonni elingizga Shayx ul rais martabasiga tayin etdik. Bul vakilimizga marhamat va muruvvat ko'zi birla muomala qilishingizga gumonimiz yo'q. Pokdomon ojizalaringizdan birisin Hakim Sulaymonning nikohiga kiritib, uni domod kuyov rutbasiga yetkazasiz degan umiddamiz. Iloho, umringiz uzun, davlatingiz fuzun bo'lg'ay. Turkiston xoni suyukli qizi Anbar otinni Sulaymonga beradi. Sulaymon olamdan o'tgach, Anbar otin Zangi otaning nikohiga kiradi. Muhrimizni bosdik. Pir Turkiston Shayx ul Mashoyix Hoji Ahmad Yassaviy. Saratonning 17-kuni. Kun ko'tarilib, masjid, xonaqoh tevaragi jonlanib qolganda, shayx amriga binoan Sulaymonni kuzatuv marosimi boshlandi. Sayizxonadagi ot tuya keng maydonga olib chiqildi. Ko'riklarga egar jabduq urilgan, Sulaymonga atalgan oq tuyaga taxtiravon o'rnatilgan edi. Maydonga shayx xalifalari, xos mahramlari to'plandi. Hazrat Sulaymonga yangi xirqa kiydirdi. Qo'liga qora baxmalga o'ralgan Qur'on tutqazdi. Beliga tariqat kamarini bog'ladi. Keyin xatcho'p cho'zdi. Xorazm xonig'a noma bitdik. Yo'lda o'qirsiz. Sulton ul Orifin Sulaymonga 40 ta muridini safardosh qilib bergan edi. Pirning ishorati bilan ularning yarmi otga, yarmi tuyaga mindi. Sulaymon Mansur xo'ja, So'fi donishmand, Bobo Mochin, Qutbiddin bilan quchoqlashib xo'shlashdi. So'ng oshkora ho'ngragancha o'zini Hazratning ko'ksiga tashladi. Pirim, oyoqlaringizning gardi bo'lay. Sizga jonimni qurbon qilsam, kamlik qilg'ay. Shayx duoga qo'l ochdi. Bismillahu tavakkaltu alalloh. Rabbano, sening muborak kalomingni mo'minlar ko'ngliga jo etib, farzi ayningni ado aylagani yo'lga otlangan Sulaymon qulingdan marhamatingni darih tutma. Xizr alayhissalomni anga jilovdor qilib ber. Allahumma sayyirna ahlul imtizoi. Qodir egam, o'zing bizni imtiyozli kishilardan qilg'aysan. Amin. Allohu akbar. Bobo Mochin Sulaymonni dast ko'tarib oq tuyaga mindirdi. Odatiga ko'ra do'stiga hazil qildi. Yukingiz yengil bo'lib qolibdimi, taqsirim? Karvon yo'lga tushdi. Sulaymon pirga orqa o'girib ketishni beadablik deb bildi. O'rnidan turib, tuyaga teskari minib oldi. Qo'llarini qovushtirib, bosh egib keta boshladi. Shayx
30 yillik dil mahramining bu ajib holatiga boqarkan, aqli komil uning, dedi muttassir bo'lib. Oq tuya asta-asta odim tashlab, yassidan uzoqlashyapti. Sulaymon hamon hazrat tomonga intiq termulib ketib boryapti. Shayx ham undan ko'z uzmay qarab turibdi. Nihoyat oq tuyaning qorasi o'chdi. Shundagina shayx o'ziga keldi. Jigari ezilib pichirladi. Ayriliq jon ofati, diydor jon rohati ermish. Nachora. Birga tug'moq bor, bir turmoq yo'q. Xudoning bir suyukli bandasi niyatiga yetadigan bo'ldi. Shunisiga shukr. Yo Rabbim. Shayxning ko'ngli biyobon yangli huvillab qoldi. Uning ko'zlarida yosh yiltiradi.